15-savol. Sulfat kislotaning 800 gram 36%li zichligi 1.35 bo'lgan eritmasiga 20% oleumdan necha gram qo'shilganda erigan modda konsentratsiyasi dastlabki eritmada erigan modda konsentratsiyasi 14,5% ga ortadi degan savol ekan. Demak, birinchi o'rinda dastlabki eritmani massasini topamiz. Eritmani massasini topish uchun eritmani hajmini zichlikka ko'paytiramiz. 800 ml zichlik 1.35 ga ko'paytirib tashlasa, kelib chiqadi 1080 gram. Kelib chiqadi bu eritmani massasi. 135 8 ga ko'paytirgan bilan bir xil son chiqadi. Va 1080 ni 36% sulfat kislota ekan. 1080 bu eritmani 36% ni topamiz. 36% ga ko'paytirib 100 ga bo'lsa, eritma ichidagi sulfat kislotaning massasi kelib chiqadi. 0.36 ga ko'paytirgan son chiqadi, ya'ni 388 gram bu eritma ichidagi sulfat kislota kelib chiqdi. Mana bu esa 1080 gram bu eritma. Eritmada mana kislotani ayirsa, qolgani suv bo'ladi. Endi bu eritmaga qo'shildi. Eritmaga 20% oleumdan necha gram qo'shilgan? Qancha oleum qo'shilgani noma'lum uchun men oleum massasini 100x deb belgilayman. Hisoblashga qulay bo'lgani uchun x deb belgilasam bo'ladi, faqat hisoblash qiyin bo'lib ketadi. 100x deb belgilaylik. 100x oleum 20% degani bu oleumning 20% erigan modda. Oleumda erigan modda bu SO3 bo'ladi. 20% ni topish uchun 20% ko'paytirib 100 ga bo'lib olamiz. Shunda 20x gram bu oleumdagi SO3 kelib chiqadi. 100x oleum bo'lsa, gram bu oleum bo'lsa, xo'sh 100x oleum 20x SO3 ni ayirib tashlasa, qolgan 80x gramda bu sulfat kislota bo'ladi. Oleum tarkibidagi sulfat kislota. Endi shu ikkitasi aralashtirilganda sulfat kislota. Mana bu sulfat kislota eritmasi, mana bu qo'shilgan oleum. Endi shu ikkitasini bir-biriga aralashtirganimizda nima sodir bo'ladi? Mana bu eritma ichida suv ko'p, 1080 dan atiga 400 atrofida 388 kislota bo'lsa, qolgan 600 atrofidagi son bu yerda suv bor. 600 suv bor. Mana qo'shilgan oleumda esa 20x SO3, ya'ni SO3 kamroq, 80x esa sulfat kislota. Nima bo'ladi? Mana bu eritmadagi suv bilan qo'shilgan oleumdagi SO3 reaksiyaga kirishib ketadi. Ya'ni SO3 eritmadagi suv bilan to'liq reaksiyaga kirishadi. SO3 tugaydi. Suv ko'p bo'lgani uchun suv tugamay qoladi. Bu yerda sulfat kislota hosil bo'ladi. Bizda 20x SO3 bor edi. Bundan qancha sulfat kislota hosil bo'lishini topamiz. Molyar massa hisobida 80 dan 98 sulfat kislota hosil bo'lsa, 20x dan qancha hosil bo'ladi deymiz. Proporsiyani ishlash uchun 4 marta kam son chiqadi, 24.5x kelib chiqadi. 20x ni 98 ga ko'paytirib 80 ga bo'lsa 24.5x. Bu oleumdagi SO3 dan hosil bo'lgan sulfat kislota. Mana bu oleumda o'zida bor sulfat kislota va dastlabki eritmada bor sulfat kislota hammasini qo'shib jami eritmaga bo'lsa, xos bo'lgan eritmadagi kislotaning foizi 14,5% ga ortiq ekan dastlabki kislotadan. Ya'ni xos bo'lgan eritmadagi kislotaning foizini topmoqchi bo'laylik. Shunda foizini topish uchun nima qilamiz? Kislotaning massasini umumiy eritmaning massasiga bo'lamiz. Xo'sh, o'zi dastlab eritmada bor edi kislota 388.8 gram kislota bor edi. Unga oleumdagi kislota qo'shildi. 80x oleum qo'shganda ichidagi kislota 80x kislota bor. Kislota qo'shildi va oleumdagi SO3 dan ham yana kislota hosil bo'ldi. 24,5x sulfat kislota hosil bo'ldi. Jami sulfat kislotani bo'lamiz jami eritma massasiga. Umumiy eritma, birinchi dastlabki eritmamiz 1080 eritma bor edi. Bunga qo'shib olamiz. Xos bo'lgan eritmani topishda dastlabki eritmaga nima qo'shilsa shuni qo'shamiz. Faqat oleum qo'shilgan 100x qo'shamiz, shunga 100x oleum. Hech qanday boshqa modda qo'shilmagan uchun faqat
oleum qo'shilgani uchun qo'shsa xosbo'ga eritma chiqadi. Ichidagi kislotani xosbo'ga eritma bo'lsa, kislotani foizi kelib chiqadi mana bu joyga. Xo'sh, agar cho'kma va gaz ajralganda reaksiya sodir bo'lib, bizda unday cho'kma va gaz yo'q. Mana bu xos bo'lgan eritmani topishda ayirib yuborardik. Unday narsa bo'lishi uchun biz ayirmadik. Endi xos bo'lgan eritmadagi kislotani foizi dastlabki mana bu kislotani foizidan 14,5% ga ortadi debdi. Ya'ni 14,5% ga ko'p. Ya'ni 36 ga 14,5% qo'shsa 50,5% li bo'lib qoladi xos bo'lgan eritmadagi kislotani foizi. Biz kislotani eritmaga bo'lsa 100 ga ko'paytirsa keyin foiz chiqadi. Ko'paytirmagani uchun bu yerda ulush yozamiz. 0,505. Mana bu 50,5 ni ulushini yozamiz. Va shu sonlarni kres ko'paytiruv bilan noma'lum x ni topsa, mana bu 100x deb olingan oleumdagi x kelib chiqadi. Keyin uni 100 ga ko'paytirsa oleum massasi kelib chiqadi. Qo'shilgan oleum massasi. Tenglamani ishlaymiz. Birinchi mana 1 ni bu taraf ko'paytiraylik. Xo'sh, 388,8 plus 1 ga ko'paytirsa shu sonni o'zi plus 80x ga 24,5x qo'shib yuborsa 104,5x bo'ladi. Xo'sh, 1 ga ko'paytirsa baribir shu sonlarni o'zini yozdim tepaga. Faqat bu ikkitasini qo'shib yozdim. Teng. Endi 0,505 ni 1080 ga va 100x ga ko'paytiramiz. 0,505 ni 1080 ga ko'paytirsa 545,4 chiqar ekan. Mana bu joy 545,4 chiqar ekan. Mana buni bunga ko'paytirdim. Plus 100 ga ko'paytirsa 50,5x chiqadi. X 50,5x mana bu 104,5x tarafga minus bo'lib o'tadi. 0,5 lar qisqarib ketadi. 104 dan 50 ni ayirsa 54x qoladi. Bu yoqda 54x qolar ekan. Teng 388,8 545,4 tarafga minus bo'lib o'tadi. Shunda 156,6 qolar ekan. Demak, bu yoqda qolar ekan 156,6 degan son qolar ekan. X ni topish uchun 156,6 ni bo'lamiz 54 ga. Shunda 2,9 degan son kelib chiqar ekan. 2,9. Demak, mana bu oleumni biz 100x deb belgilagandik. Oleum massasini 100x deb belgilagandik. X 2,9 chiqdi. Demak, olingan oleum massasi teng 100x deb olganim uchun x o'rniga 2,9 ni qo'yadigan bo'lsa, 2,9 ni 100 ga ko'paytirsa 290 gram oleum shu masalani ishlash uchun olingan ekan. Demak, to'g'ri javobga 290 degan javob bo'lar ekan. 290 A javob bo'lar ekan.